Xitoy taratquchisi Seishin Tori 14-yanvar kuni Sharq Turkistonning Ila oblasti jamoat xavfsizligi xodimlariga chetishliq bir deloni oshkorlagan. Mazkur deloga oid yozilgan uzun dokladda 8 saqchining bir Xitoy jinoyat gumondorini ixro qildirish uchun har xil qabih usullarni qo'llanib, qiynab, uning o'lishini keltirib chiqarganligi bayon qilingan. Ammo bu doklad uzunga qolmay torbatdan o'chirilgan. Mazkur doklad torbatdan o'chirilgandan keyin Xitoyning ichki va sirtidagi ijtimoiy taratqularda nihoyat kuchli g'ulg'ula qo'zg'agan. Ijtimoiy taratqulardagi inkaslarda Xitoy tordashlar asosan mazkur deloning Xitoy adliya organlarining naqadar qorong'u va rayimsizligini oshkorlab berganligini o'tirg'a qo'ygan bo'lsa, Uyg'ur tordashlar Xitoy saqchilari o'zining millatidan bo'lgan Xitoy fuqarosiga ashu darajada rayimsizlik qilgan bo'lsa, lager turmalarga qamalgan millionlagan Uyg'urlarni nima qilayotgandi degandek inkaslarni yozishgan. Lager shoidi Umar Bakkali apandi bu vaqt so'z qilib, Xitoy saqchilarining Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni odam qatorida ko'maydiganligini, aqlga kelmaydigan vahshiy usullar bilan qiynaydiganligini bayon qildi. Xitoy doiralari lagerlarning, ya'ni kasbiy tarbiyalash maktablarining taqilib bo'lganligini e'lon qilgani 5 yildan oshgan bo'lsa-mu, o'xshash nomdagi maktablarning hali ham borligi izchil oshkorlanib turayotgan yipuchi va paketlardan ma'lum bo'lmoqda. Muxbirimizning bir yipuchiga asosan aniqlashlarida Ila oblastining Qo'rg'os noyasidagi Suydong bozori va uning atrofida ilgari 40 va 50 chi lager borligi, navbatda bulardan oz deganda ikkisining davomli holda mangdirilayotganligi dalillandi. 17-yanvar kuni Amerika Kengash palatasining Marco Rubio, Tim Kaine, Jeff Merkeli va Marsha Blackburn qatorliq a'zolari Amerika Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga xat avatgan. Uningda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkaziladigan Xitoyning kishilik huquq xotirasini universal qarorlik tekshirish yig'inida Blinkenning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatini alohida tilga ilishi talab qilingan. Turkiyaning tunji olamlik olam vazifasi deb atalgan olam sayohati boshlandi. Falcon 9 raketasi Turk olam ushquchisi Alper Gezer Avchi bilan birga olam bo'shlig'iga qo'yib berildi. Ajdarha kapsuli Gezer Avchi bilan birga Italiya havo armiyasining polkovniki Walter Vilaldi, Shvetsiya ushquchisi Markus Wandt va Amerika olam qatnashi idorasining pensiyaga chiqqan olam ushquchisi İspaniya va Amerika fuqarosi Michael Lopez Algeriyani o'z ichiga oldi. Turkiya 44 yoshli sobiq havo armiyasining ushquchisi Gezer Avchining olam bo'shlig'iga chiqishi bilan tunji qitim odamlik olam vazifasini ijro qildi. Qozog'iston Kengash palatasida baharning yetib keladiganligidan bishorat beradigan va Turkiya dunyosida muhim o'ringa ega Noro'zning butun mamlakatdagi faoliyatlarida yangi yilni tabriklashning o'rniga tabriklanishi o'tirg'a qo'yildi. 1-oyning 18-kuni o'tkaziladigan Kengash palatasining yig'inida parlament a'zosi Ali Bektayev yangi yilning o'rniga Navro'zni tabriklashni o'tirg'a qo'ydi. Falastin Səhiyyə Ministerligining G'azzadagi bayonotchisi Ashraf Kudra Isroiliyaning G'azza rayoniga 104 kundan buyon davomlashayotgan bombardimonlari to'g'risida uchur berdi. 7-oktyabrdan boshlab Isroiliyaning G'azza rayoniga qilingan hujumda qazo qilgan falastinliklarning soni yaqinqi 24 soat ichida 172 kishi eshib 24620 ga yetdi.